birdaniga yo'q bo'lib qoladigan, kerakli payt telefonlarni ko'tarmaydigan insonlar hayotda nimalarni yo'qotadi? Birdaniga telefonlarga javob bermay qoladigan odamlar hayotda menimcha juda ham ko'p narsani yo'qotadi, chunki unaqa insonlar mas'uliyatsiz deyiladi. Sizda hard skilllaringiz bo'lgan bilan, ya'ni ko'p narsa qila olasiz, lekin javobgarlik ola olmasangiz, bu hech qachon ko'tarilmaysiz degani. Sababi har doim tepaga chiqish bu hard skill orqali emas, soft skilllar orqali, nimadir mas'uliyatni ola olish, risk ola olish, kimdir sizga ishonsa bo'ladigan odam bo'la olish bilangina bo'ladi. Masalan, men o'zim ham kimnidir tepaga chiqarmoqchi bo'lsam, o'zim bilan to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan odam bo'lsa, uni birinchi navbatda mas'uliyatlimi, mas'uliyatsizmi mana shu narsani tekshiraman. Vaqtida kelyaptimi, telefon qilsa yozyaptimi, kechqurun bo'lsa ham javob berish kerakda. Top menejmentda vaqt yo'q qanaqadir javob bermaslik degan. Chunki unda mas'uliyat bor, bo'ldi. Ishni bitishi uchun, natija uchun ishlash kerak unaqa inson. Shuning uchun ulardan foydalanaman, ya'ni qaysidir qismlaridan foydalanaman, lekin ishonish kerak bo'lgan, risk bog'liq bo'lgan, mas'uliyat bog'liq bo'lgan joylarga qo'ymaslikka harakat qilaman. Blogimda ko'proq daromad qilish uchun fikrlash modellari va amaliy maslahatlar berib boraman. Bunaqa kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq menga obuna bo'lib qo'ying.